yuz nervi shamollashadi, trayinch nerv shamollaydi yuzimizda. Men o'zimda praktikamda juda ko'p patsientlarim kelgan. O'zimni metodikam ham bor, o'zim alohida o'ylab topganman. To'g'risi doktorlardan so'ramay qilib ko'rganman, ishlagan. Men tavsiya qilmayman, lekin o'zimda ishlagan. Nima qilganmiz? Masalan, men o'sha trayinch nerv bitta patsientimda samolyot endi bilasizlar, konditsioner kuchli ishlagan, o'tirib Toshkentga kelganlar. Undan oldin Parilkaga kirgan ekanlar. Sauna degan joyga kirganlar, o'tirib kelyaptilar. O'sha samolyotdan tushyapti, yuzi shamollab qolgan. Yuzi qiyshayib qolgan. Juda o'tkir yallig'langan tomirimiz. Nevropatologga kirgan, ular eshibni massaj yozib berganlar. Vrach faqat yuzini yozib bergan. Biz bilamizki, hamma nervlar mana shu orqamizdan yuzimizga qarab chiqadi. Shuning uchun men endi kirib vrachdan iltimos qilganman, maylimi, spinasini ham qilishim kerak deganman. Chunki menga asosan orqa kerak. Ildizi orqada-da, yuzda emas. Yuzda окончание ketadi. Orqani qilib, yuzi qilganimda 7 kunda tuzatib berganman. U bo'sha kasallik bo'lganda 21 kun ichida tezroq tuzatib olishimiz kerak. Agar shuni kechroq boshlasa, bu qotib qoladi. O'sha bir tomon yuzi falajga o'xshab, даже suv ham icha olmay qoladi. Bir ikkita mashqlarimiz bor, mashqlab yuramiz, jivachka chaynab yuramiz, chunki bizning ishimiz tezroq mana shu nerv faoliyatini tiklab berishimiz kerak. O'shaning uchun men trayinch nerv, o'sha yuz nervi falanjlanib qolishi kerak emas, qotib qolishga, bitta ko'zi qisiq, bitta og'zi tushib ketadigan bo'lishi kerak emas. Tezroq восстановление qilib beramiz. Agar sizda ham yuz nervingiz yallig'langan bo'lib, sizda kuchli og'riqlar, qiyshayshi, yuz qiyshayshi, asimetriyalar kuzatilayotgan bo'lsa, bizga tezroq murojaat qilaylik, chunki vaqt juda qisqa. Bir haftada o'sha natijasini ko'rasizlar. Natijasi albatta kafolatlangan.